Ilohim. Makkadan Muhammad, Turkistonda qul Hoji Ahmad. Men bilan aka muborak qul nomiga ochib amin degan insonni 7dan 70 ming rahmat. Atrofga bir nazar soling. Qul nomiga ochingsan birinchi bo'lib norasida go'dagilar cho'ka tashlab olib qul nomiga ochyapti nimaga? Axir bo'lar hali begunoh. Hali savob nima yoki bir gunoh nima bilishmas ekan, yoki siz u bizdan qo'rqqandan uyatganidan emas. Yaratgan Allohdan mana bu yuragini bir chetida orzu umidi borki, mana o'tirib qo'llar nomiga ochyapti. Yer do'sti mana shu amin ekan. Osmon do'stim mana shu amin ekan. Mana bu yerda takabburlik yo'q ekan, osmonda go'ristonlik yo'q ekan. Siz u bizni yaratgan Allohim yozgan Qur'on kitobida yolg'on gap, yolg'on so'z yo'q ekan. Qarang. Men sizga bir haqiqat aytaymi? Almashdi. Bir sahoba Allohning Rasuli payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamning yo'llariga borib so'rabdilar. Ey Allohning Rasuli, meni jannatim onam borlarda, meni onam betoblar, bemor insonlar, ey Allohning Rasuli. Men onamga 20 yil qaradim. 20 yil ichida meni onam nima yegalari kelsa olib kelib yedirdim, nima ichkilari kelsa olib kelib ichirdim. Onam nima yegalari kelsa Allohning Rasuli meni farzand bo'lib olib kelib kiydirdim. Hatto men onamni taoratigacha qaradim. Ey Allohning Rasuli, endi siz menga aytingchi. Men o'g'il farzand bo'lib 20 yil ichida onamni o'g'illik vazifamni, xizmatini qila oldimmi deb so'ragan ekan. Qarang. Allohning Rasuli shunday javob beribdilar. Sen kimga qarading? Men onamga qaradim. Necha yil? 20 yil. 20 yil ichida onangga yedirding, ichirding, kiyintirding, hatto onangni taoratigacha qarading-a. Lekin sen onang 9 oy qornida ko'tardi-ku. 36 oy kaftida ko'tardi. Kechani kecha demadi ana o'shani. Kunduzni kunduz demadi. Mana bu qizil qonidan oqsuti ajratdi-yu, sanday o'g'il farzandi mana bu olamni jahonga keltirdi. Dunyoga keltirgan payti, sen dunyoga kelgan payting kechalari, onangni quchog'ida zor-zor yig'lagan payting. Onang uyqusini bedor aylab, o'rnidan turib seni og'zingga mana bu halol bo'lgan ko'kragidan bergan. Hali bir tomchi sutini ado etganing yo'q degan ekanlar. Ona jannat bo'lar ekan, ona farishta, ona duogo'y bo'lar ekan. Sizdek bizdek farzandga bildirmas ekanda erta tong bomdod namozida turib, sajdaga peshonasini qo'yib Allohga nola qilar ekan, duo qilar ekan qiblaga qarab. O'ziga sog'lik, umr, baxt so'ramas ekan. Onaning duosini go'zalligini qarang. Ey Alloh, meni o'g'lim bor. O'g'limni dastiga barakot ber. O'g'lim bor, o'g'limni yuzini har yerda yorug' qilgin. O'g'lim bor, lekin o'g'il farzand talab. Farzand talab o'g'lim bor, lekin ana o'sha o'g'limga Alloh o'zing qo'sha-qo'sha bir Hasan, Husan, Fatima, Zuhra o'g'illar berdi. Ona duo qilar. Begona yurtga borar ekan, musofir yurtlarga borib, baland imoratlar ustida ertaga kech 12 soat, 24 soat mehnat qilar ekan. Sizdek bizdek farzandlarni boqaman deb begona yurtda yuribdi-da. Kim? Ana o'sha siz bilan mana dadam bo'ladi. Akalar, gapim yolg'on bo'lsa ayting. Otangiz hayotmi? Hozir qadriga yeting. Onangiz hayotmi? Borib bag'ringizga bosing, yuzlaridan o'ping. Ona, men sizni yaxshi ko'raman deb. Bugun ulug'o'y ham kunda borib ayting. Ba'zilarga mana shu so'zni savolni bersa, qandoq qilib onamni bag'rimga bosaman deydi. Qandoq qilib onaman sizni yaxshi ko'raman deb aytaman deydi. Uyataman deydi. Qarang, ko'chada bilib bilmagan qizimizga men seni yaxshi ko'raman yoki Alloh bergan jufti halolimizga, ayolimizga yaxshi yomon kuningda, og'ir kuningda men yoningda bo'laman deb aytamiz-ku. Nimaga mana shu shirin so'zni onaga ayta olmaymiz? Nimaga otamizga ayta olmaymiz? O'g'il farzand bo'lib bugun ayting. Bag'ringizga bosing ota-ona, mana bu yelkaga qo'ngan qush. Hozir duosini oling, mahkam ushlang. Ertaga Alloh bergan omonat, mana bu omonatni Alloh bergan. Qaytib Alloh oladi bir kun kelib. Olmasidan oldin duosini olib foydalanib qoling. Ey polvon, Farg'onadan kelding, 80 kilometr yo'l bosib kelsan. Otam haqqiga duo qiling, onam haqqiga duo qiling. So'ra talabini men beray. Menikini Alloh bersin degan kimdan? Har kimdan emas. Mana shu davrada bo'lsa bir 4 ta mard o'g'il bola ekan. Bormi yigitlarning ichida 4 ta mard?
bir ota onasidan bir ko'zidan yosh oqizmagan, shu yoshgacha otadan nok sigaret so'ramagan, otani duosini olgan bir aslzoda manman deb dorimni tagiga chiqib 7 qadam bosib mana yo'qlaydigan bir o'g'il bola mard ekan bormi? Talabim ko'p emas. Bir 10 mingta so'm. O ham yo'q 5 mingta so'm. Minib ketgan ot so'ramadim yoki kiyib ketgani cho'pon so'ramadim. O'ynagan o'yinimni narxi emas. Atiga bir narzini solib qoldim. Agar qodir inson bo'lsa, aylanib bormayman, o'rtada turaman. Dorda tagi chillaxona, dordadagi surpayu Xalil Jalil. Dor tagida baxtli bo'lgan insonlar bor. Farzand talabga Alloh farzand bergan, baxt talabga Alloh baxt bergan. Polvon, men seni yo'qlay. Meni shin dunyoda Alloh yo'qlasin deb dars o'rnidan turib, qora bulut kechidan oltinib chiqqan qiyos singari maydoni markazida yorib chiqdi. Qo'limga tegib meni yo'qlagan insonni nima deb duo qiling? Haloldan toping, hech ham haromga ketmasin. Asli zurriyotingiz bo'lsa befarzand, beiymon o'tmasin. Menga berarda topgan davlatingiz oldingizda, orqangizda yermaklab yurgan, bir lablaridan bol topgan shirindan chekar asl zoda farzandlaringizni to'ylariga buyursin. Ota-onangizni haj, Makka, Madina safarlariga buyursin. Aslo bir g'am tashvishiga buyurmasin. Amin marhamat. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirat hasanatan va qina azoban nar. Qabrna azoban nar, oxiratna azoban nar. Bi rahmatika yo arhamar rahim. Allohu akbar.